Zo'r-ku. Uzr, ona qizim adashib ketdim, uzr. Muncha yig'laysiz, shuncha vahima qilasizmi? Bu yig'lashingizdan Snickers yegiz kelyaptim deb o'ylabman. Bo'ldi, yig'lamang, hozir o'zim gaplashaman. Menga qara, ko'kpadar o'g'il, qayerga ketyapsan? Rossiyaga ishlab kelay, dada. Bos o'g'lim, tushundingmi? Soqqani jo'natatsam, yig'aman, kelgandan keyin bitta biznes qilamiz, tushundingmi? Balo bormi Rossiyada? Gaplashdingizmi dadajon? Keling. Mana shu oyog'i bilan ketaman deyotdimi? Endi keta olmaydi. Siz boring, pasportini yashirib qo'ying, men hozir bu bilan gaplashaman hozir. Bo'ldi, hop. Mana shu oyog'ini o'rayotibmi buni? Endi ketib bo'psiz. Ona qizim, Ha, dadajon? nima qilyapsiz? Pasportini yashirib qo'ydi deysiz-ku, yashirib qo'ydi. Bu kechqurun topib oladi-yu bu. Nimadir dedingizmi? Yo'q, ishonchli joyga yashiring deyman-da. Nima hech qayerda yo'q, qayerda qoldi bu? Nima qilyapsiz o'g'lim? Pasportimni qidiryapman, hech qayerda yo'q, ko'rmasin dada. Ko'rmadim, lekin qayerdaligini bilaman. Olib bering. Xalosimizni o'zing ol. Dadajon, hamma hujjatlar tayyor, bitta duo bersangiz bo'ldi. Sen meni dardim. Seni deb endi o'yinga qarayman. Birga qaraymiz. Tez narsalaringni yig'ishtir. Bizni sevgimiz boshqacha. Tezlash. Bo'l. O'g'lim, kelinimni ham olib ketyapsan. Uyda men bir o'zim yolg'iz qolyapman. It's the one and only Digo Double G. Qanday qiladi? Qarochi, mana menga o'sha kayf. Natashaxon bitta ko'k choy qo'yib yuboring, ananib ketay. Ko'k choydan keyin zo'r ketadi-da. Men Darmet o'g'lim bilan gaplashib olay, cho'ta pul jo'natmayapti. Assalomu alaykum dadajon, yaxshimisiz? Ketganingga 2 oy bo'ldi. Pul qani pul? Yaqinda mana kechagi kun $1000 o'rtog'imdan jo'natib bordim, polizga olib beribdi. Sen jindimisan? Menga hech qanaqa pul kelgani yo'q. Hozirgi zamonda birovga ishonib bo'ladimi? Birovdan pul jo'natib bo'ladimi? Tentak. Qanaqa jo'natayin dada, sizlar uchun ishlayapman. Voy, mana ahmoqlar. Hozir Milliy Pay degan yangi ilova chiqqan. Ushbu ilova orqali Rossiyada chiqarilgan xohlagan plastikingdan O'zbekistonga pul tashlasang bo'ladi. O'zbekistonga o'sha pullar Humo yoki Uzkartga, dollar bo'ladigan bo'lsa, Visa kartaga tushadi. Milliy Pay ilovasi nafaqat pul o'tkazish, balki O'zbekistondagi ko'plab to'lovlarni Rossiyadan turib amalga oshirish imkonini beradi. Kommunal xizmatlar deysanmi, mobil operatorlar, internet provayderlar, televideniya va IPTV, xayriya tashkilotlari, davlat xizmatlari, bank kreditlari, tushundingmi? Buni faqat bitta muhim sharti bor. Ro'yxatdan o'tishing uchun O'zbekiston pasportidan o'tasan va nomer rossiyskiy nomer bo'lishi kerak, tushundingmi? Bu programmani men qayerdan skechlatib olaman? Qayerdan yuklaysan? App Store bilan Play Marketdan yuklaysan-da. O'shani yuklab faqat Milliy Pay'dan jo'nat, tushundingmi? Dadajon, sizga zo'r yangiligim bor. Qanaqa yangilik? Bilet oldim, O'zbekistonga o'tyapman. Darmet keb yurma. 4-5 dollardan jo'nat, tushundingmi? Hisobi. Natashaxon, hozir jonim. Milliy Pay, milliy kurs, milliy ishonch.